Assalomu alaykum azizlarim. Staten Island 10306 zip kodda bugun yana bitta quvonchli kun. Mart oyining 5-closingi, 5-vatandoshimizga mana kalt topshamiz, xudo xolasa. Really? Wow. 86-yil qurilgan uy ekan, 2800 square foot, kvadraturasi juda ham katta, 18 fitga 52 fit, 3 ta bedroom, 3,5 ta vannasi bor. Temur aka, tabriklaymiz. Rahmat, kattakon rahmat. Uy muborak bo'lsin. Rahmat. Tabriklayman. Bu uyda asobiy tomonlardan bittasi, yonida side unit ham bor. Xohlasa mother-in-law unit deydi. Birovga ijaraga berish mumkin, yo qarindoshlarga ham berish mumkin. Davomli bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon sizlarga. Juda ham menga oson bo'ldi bu uyimizni olishga. Protsentlarini yaxshi qilib chiqarib berdingiz va chiroyli sovg'alar uchun rahmat. Hammasi haqiqiy ekan. Bu biza uyimizga yetishdik inshaalloh. Birinchisi emas, inshaalloh birga ko'p ishlaymiz. Xudo xolasa. Rahmat kattakon. Sizlarga ham rahmat tushunganlar uchun. Rahmat sizlarga. Taklif kelinglar mana shunday yana nimalariga, Rahmat sizlarga. xizmatlariga bahra olasizlar. Ishlari toza, chiroyli, hammasi zo'r, tez bo'ldi. Xudo xohlasa sizlarga ham niyat qilamiz. Nasib qilsin. Sizlarni o'zlarini o'ylarini olishga. Kelinglar, mana bu kishi yordam beradilar. Agarki buxgalteriya xizmatlari kerak bo'lsa, kelinglar. Mana gap yo'q. Yordam beramiz. Mana buxgalter ham bittaydi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Kattakon. Azizlar, Rahmat. ba'zilar aytyapti Staten Island juda ham xavfli joy deyapti. Mana bu yerda bolalar o'ynab yuribdi, xavfli joy emas umuman. Ba'zilar aytadi suv toshib ketadi dedi. Mana quruq ustimiz hammasi. Shuning uchun bemalol Staten Islandga kelishlaringiz mumkin. Ishlarga omad.